Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz tasvirlashning fazoviy konsepsiyasi va ma'lumotlar tuzilishi deb nomlanadi. Ushbu mavzumizda fazoviy obyektlar, ularning tuzilishi va topologiyasi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Fazoviy obyektlar nima? Fazoda ma'lum bir joy yoki hajm egallagan yoki bir qancha fazoviy xususiyatlarga ega bo'lgan obyektlar. Ular tog'lar, daryo, yo'l, davlat chegarasi, bino, yer uchastkalari va boshqalar bo'lishi mumkin. Fazoviy obyektlar quyidagi asosiy elementlar bo'yicha aniqlanadi. Fazoviy obyektlarning joylashgan o'rni, qayerda joylashganligi, xususiyatlari, fazoviy munosabatlari, ya'ni o'lchami va topologiyasi, o'ziga xos xususiyatlari. Joylashgan o'rni bo'yicha, masalan, biror bir shahar yoki poytaxtni qaysi geografik kenglik yoki uzoqlikda joylashganligini tasvirlash mumkin bo'ladi. Fazoviy xususiyatlari. Fazoviy obyektlarning shakli va o'lchami, maydoni, uzunligi, perimetri, hajmi va boshqalar bilan ifodalanadi. Ya'ni fazoviy yaxlit yoki yaxlit emasligi, o'lchami, shakli. Fazoviy xususiyatlari. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zaro bog'liq bo'lmagan, alohida obyektlardan tashkil topgan yagona geografik obyekt sifatida namoyon bo'lishi ham mumkin. Fazoviy munosabatlari. Fazoviy munosabatlar bu bir fazoviy obyektning boshqa obyektga nisbatan tutgan o'rnini ko'rsatib beradi va ikki xilda o'lchami va topologiyasi bo'yicha aniqlanadi. O'lchami masofasi, yaqinligi, yo'nalishi, mo'ljali bo'lsa, topologiyasida qoplanganligi, kesishganligi, o'zaro bog'langan, chegaradosh yoki boshqa xususiyatlari bilan ko'rishimiz mumkin. Misolda ko'rishimiz mumkin. Topologik munosabatlar geografik obyektlarning aloqadorligi va yaxlitligini anglatadi. Ularni belgilashda obyektlarning joylashgan o'rni, manzili, shakli va o'lchamlari inobatga olinmaydi. Shu sababli ham topologik munosabatlar har qanday o'zgarish ularga ta'sir qilmaydi. Ya'ni koordinat tizimi yoki masshtab o'zgarishi ularga ta'sir qilmaydi. Topologik munosabatlar misollar, masalan, yo'l parkka tegishli, shahar muayyan hududga tegishli yoki tegishli emas. Bu ko'chalar kesishgan yoki kesishmagan. Quyida mintaqalar orasida topologik munosabatlar misollarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ikkita obyekt o'zaro ulangan, o'zaro tegib turadi, bir obyekt ikkinchisining ichida joylashgan, bir obyekt ikkinchi obyektni qoplaydi yoki boshqa misol. Topologik munosabatlar karta geografik obyektlar o'rtasida yaqin munosabatlarni ko'rsatadi. Masalan, O'zbekiston 5 davlat bilan chegaradosh. Bu topologik munosabatlar misol bo'lishi mumkin. Fazoviy ma'lumotlar modellari haqida gaplashamiz. Fazoviy ma'lumot modellari geografik makonni ifodalash uchun nazariy sxema sifatida tasvirlanadi. Bu ikki xil: maydonga asoslangan va obyektga asoslangan modellar bo'ladi. Maydonga asoslangan model kompyuterda maydonga asoslangan modelni qo'llash uchun ma'lumotlar tizimi har bir geografik obyekt uchun alohida kichik qismlar yoki nuqtalar yoki grid shaklida bo'ladi va har bir grid yoki katak alohida qiymatga ega bo'ladi. Masalan, maydonga asoslangan modelda aholi zichligi. Bu yerda har bir katak 1 kilometr kvadrat qiymatga ega va alohida aholi zichligini ko'rsatadi. Obyektga asoslangan modelda esa kompyuterdan namoyishi aniq geometrik hajm, shakl yoki boshqalar tematik axborot, masalan, muayyan davlatga tegishlilik yoki yo'qligi bilan ifodalanadi va obyektlar bilan bog'liq holda, alohida obyektlar bilan bog'liq holda ma'lumotlar tizimidan foydalanishni taqozo etadi. Masalan, davlatlar miqyosida aholi zichligi kartasi. Bu yerda har bir qiymat alohida ko'rsatilgan emas, muayyan obyekt bo'yicha, ya'ni davlat obyekt sifatida qaraladi, obyekt bo'yicha aholi zichligi ko'rsatilgan. Fazoviy ma'lumotlarning tizimi. Fazoviy ma'lumotlar asosan ikki xil: rastrli va vektorli ma'lumotlar tizimidan iborat bo'ladi. Rastrli ma'lumotlar uzluksiz ma'lumotlarni tasvirlash maqsadida ishlatiladi va alohida kataklarda beriladi. Har bir katak o'ziga xos qiymatga ega. Masalan, har bir katak alohida qiymatga ega bo'lib, qiymatni o'lchami ham
raster ma'lumotni qanday usulda olinganligi bilan bog'liq bo'ladi. Nuqtalar, chiziqlar va poligonlarni raster shaklida tasvirlanishini ko'rishimiz mumkin. Rasterli ma'lumotlar sun'iy yo'ldoshlar orqali olinadi. Aerofotosuratlar va relyefning raqamli modellari hamda kartalarni skanerlash uchun orqali olinadi. Bu suratda Afinani sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirni ko'rishingiz mumkin. Bu raster ma'lumot sifatida ko'riladi va raster ma'lumotlarining har bir katakning, har bir pikselning qiymati sun'iy yo'ldoshning fazoviy aniqlik darajasine bog'liq bo'ladi. Bu yerda agar har bir katak 10 metr, 30 metrgacha o'zgarishi mumkin. Masalan, Sentinel sun'iy yo'ldoshida har bir katak qiymati, piksel qiymati 10 metrga 10 metr, Landsat sun'iy yo'ldoshlar turkumida esa 30 metr bo'lib hisoblanadi. Ma'lumot kataklarning qiymati aniqlashgan, kichraygan sari raster fayllarning hajmi orta boradi. Aerofoto suratda olingan rasterli ma'lumot va relyefning raqamli modelini tasvirlash uchun olingan raster ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Vektor ma'lumotlar. Vektor ma'lumotlar uzluksiz yuza uchun ishlatilmaydi. Ya'ni hozir suratda ko'rayotgan, slaydda ko'rayotgan daryo boshidan oxirigacha bir xil qiymatga ega deb qaraladi. Bu vektor fayllari, vektor ma'lumotlarning vektorli tarkibi o'ziga xos qulayliklarga ega. Birinchidan, ma'lumotlarni taqdim etishda aniqlik, ularni saqlash uchun yuqori samaradorlik juda kam joy talab qiladi va katta ma'lumotlarni kichik hajmlarda saqlash imkonini beradi. Ma'lumotlar kartaga o'xshash shakllarda beriladi. Keng doiralardagi fazoviy tahlil operatsiyalarini bajarish imkoniyati mavjud. Vektor ma'lumotlarda vektor ma'lumotlar nuqtalar, chiziqlar va poligonlar shaklida namoyon bo'ladi. Quyida masalan quduqlarning joylashgan o'rni, shahar, aeroport, maktablarni nuqtalar misolida tasvirlash mumkin va ikki o'lchamli qiymatga ega bo'ladi. Chiziqlar masalan kanal, yana davlat chegaralari yoki boshqalarni chegaralash mumkin bo'ladi. Va poligon shaklida esa ikki o'lchamli hisob bo'lib, bunda mamlakat, o'rmon, suv havzasi, ko'l yoki okeanlarni tasvirlash uchun xizmat qiladi. Mavzu bo'yicha umumiy ma'lumotlar shulardan iborat. Batafsil ma'lumotlar resurs papkasida axborotlar belgilangan adabiyotlardan olib o'qish imkoniyatini egasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.